Men hayron qolgan joyim vodiydan kelib, ya'ni Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida ish olib boryapti. Bu juda ham katta yutuq. Sababi Toshkentda ham, Toshkent viloyatida ham o'ziga yarasha ustalar bor, lekin sizlarni shu yoqdan chaqirib, sizlarning xizmatlaringizga baho berayotgan, bu demak sizlarda juda ham katta yutuqlaringiz. Ishlarga rivoj tilaymiz, xudo xolasa. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsa-da bo'ladi, xudo xolasa. Agar sizlarning uylaringizda ham xuddi shunaqa chiroyli bo'lishini xohlasanglar, mana shu akamizga bemalol murojaat qilishlariga bo'ladi. Kelib oldi. İşlerimiz başlanıyapti. Agaratga. Yana bunday. O'zlashtirish ishlari davom etyapti. Yana 600. Bo'ldi. Yana jinni olsang bo'lavergan. Olgin. Agaratga. Bo'ldi, ashuni ushlab turdi. Siz o profilda azal olsa qo'yib iplar profilda narsa ekanimiz ekan profilni. Mana metr. Ben Toshkentda ishlayotganini bilsin-da. Böyle bir çatka qilamiz xudo xolasa. 10 santimetr. Yetib keldi. 10 santimetr. Profilda ham bor ekan 10 santimetr. Hozir mana shu holat unaqaga to'g'ri bo'larkan sahnaga. Shu axborda oldin devorga o'lchayinchi. Acayip topkilamadi. So'batgan bo'ldi, yana? Yok olan. Ne olursa sevme. Ko'p qoldi. Yangilab o'tganingizda yaxshi cho'zib qilishlar ekan. Esiga qaramaysiz. Menga qaramadlaring-ku. Voy bilan. Yangi Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, borayotganlar. Toshkentda o'rtacha loyihamiz. Juda bitib qoldi. Şamba yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi? Qanday bo'ldi? Hamma narsasini o'zimiz olib kelib beryapmiz. Degasi, hech ham og'ir qilmaymiz. O'tkazkasi ham, yo'sasi ham, graniti ham, bordyuri ham, hamma narsasi. O'zimiz olib kelib beramiz.
Ahror ustaman. Azim aka ketyapti-kanu. Ketdi. Zaroqlar chiqamoqmi? O'tkazdi, amakisi bor, Zakir akam. Bu qo'lyapti, deydi-da, bu to'g'risini biz kuniga so'raydi. Ayting. Olib qo'yishim kerak endi, shuncha ishatgani bo'lar. O'rtoq akamdan balgerkani olib qo'yaman deyapsizmi? Aha, ayt. Hoji aka, Eshonboyni balgerkasini berib yuboring. Bo'lmasa komitetiga yozib yuboring. Tashakkur. Botiraliga perfata sotib olibdi. O'zi menga bir 100 ming berib qo'yib bo'ldi deb qattiq ta'mada yuribdi. Tugatda bir şey tugatda yo'qmi? Yo'q. Sunmi? Yo'q. Buni qoshiqlarga ketgan. Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, borayotganlar. Toshkentda o'rtacha loyihamiz. Juda bitib qoldi. Eshonboy, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsizmi?
Zaspga bo'ldi. Hamma narsasini o'zimiz olib kelib qilib beryapmiz. Degasi hech ham og'ir qilmaymiz. O'tkazkasi ham, versasi ham, graniti ham, bordiyori ham, hamma narsasi. O'zimiz olib kelib beramiz. Ahror ustami. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Biz Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumanidagi loyihalarimiz davom etyapti. Ustalarga yangi sherik olib keldik yana. Toshkentdan. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana biz O'rta-Chirchiq tumanidagi Erlan akamizni Imron Show solisti akamiz xonadonida ishlarimiz yakun topyapti. Aka, ishlarimiz haqida nima deysiz? Assalomu alaykum, hurmatli Uzun oilaviy korxonasini muxlislari yoki ya'ni подписчиклari. Bugun bu akamiz tomonidan xudo xolasa yakunlash arafasida men Instagramda ko'rardim. Haqiqatan men ko'rganimdan ham ortiq darajada, ya'ni a'lo darajada ishlarini olib boryapti. Juda ham xursandman. Aytgan paytidan, muddatdan oldin ham ishlar bajarish arafasida. Bu akalarimiz, ustalarimizga ham rahmat. Birinchi navbatda muomala, ya'ni bu ustalarimiz muomalasi, ishini harakatlari menga juda ham yoqdi. Mana ishini o'zlaringiz ko'rasizlar, bahosini berasizlar. Xudo xolasa nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa sizlarga ham chiroyli mashinaqa burchakkalarni qilib beradi. Biz aka mana hozir Toshkent viloyatiga endi chiqyapmiz. Bu yildan boshladik. Toshkent viloyatining rayonlariga, hamma tumanlariga. Nima deysizlar, bu tavsiya qanday bo'ladi? Bu endi siz o'zingizni, ya'ni vodiydan kelib Toshkentga ishlashni o'zi bu juda ham katta yutuq. Sababi Toshkent viloyatida ham, Toshkent shahrida ham o'ziga yarasha ustalar bor. Lekin sizlarni o'sha vodiydan Toshkentga chaqiryapti yoki Toshkent viloyatiga chaqiryaptimi, demak bu sizlar ishlaringizni yuqori darajadagi sifatda bo'lishini nimasi